Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida mahallalarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilikni jilovlashga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan 287-umumta'lim maktabi, Nayman, Vatanparvar va boshqa bir qator mahallalar, O'rikzor savdo kompleksi hududlarida tashkil etilgan tadbirlar mavzusi shu haqida. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining bir guruh harbiy xizmatchilari tomonidan tashkil etilgan profilaktik tadbirlarda mahalla bay va xonadonbay tamoyili asosida joylarda o'rganish ishlari olib borilib, aholining kundalik hayot faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini olish, yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi, savdo va ko'ngilochar maskanlarda xavfsizlik choralarining holati hamda huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan masalalar atroflicha tahlil etildi. Qolaversa, yashirin iqtisodiyotni aniqlash, huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash hamda fuqarolarning ogohligini oshirishga qaratilgan tushuntirish ishlari olib borildi. Aholiga favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda harakatlanish tartibi, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, elektr va gaz uskunalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Xavfsizlikni ta'minlash, favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda jamoat tartibini mustahkamlashda bu kabi tadbirlarning ahamiyati katta. Ayni daqiqalarga qadar yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.